Ba'zi suhbatlar borki, aqlingizga aql, idrokingizga idrok qo'shadigan. Ba'zi suhbatlar bor, har bir qo'rlardan o'nchi tanisi to'kiladigan. Ba'zi suhbatlar bor, hech oxirlashishni xohlamaydigan. Ba'zi suhbatlar bor, qalbga huzur, ko'zlarga nur, quloqlarga xushnat beradigan. Ba'zi suhbatlar bor, boshlanmay turib oxirlashadigan. Ba'zi suhbatlar bor, sizni siz qilib aslingizga boshlaydigan. Yana ba'zi suhbatlar borki, sizni sizdan ilib yo'q qatoriga chiqaradigan. Qilingan suhbatlarning sifati, o'rami, mazmuni, hikmati qanchalik muhim bo'lganidek, kishilik hayotda suhbat qilg'uchining kim ekanligini ko'rsatib turadigan bir parcha aynakdir. Atalar o'ynab so'zlasamu o'ylab so'zla. So'z eg'izda ekan sen boshqarasan, chiqqandan keyin seni boshqardi deganlar. Elib beriladigan har bir nafsimizning hisob berilganidek, degan aytganlarimizdimi hisob beramiz. Yaxshini niyat qilg'uvchi bir qalbingiz, yaxshilik qiladigan bir qo'lingiz, yaxshini so'zlaydigan bir tilingiz bo'lsin. Bular qalbni ochquchi sehrlik angishlardir. Har birida ulug' Robbimizning ming bir turlik hikmati yoshiringandir. Hikmat bobidan kirib, o'nchilardan huzur olay desangiz, qalbingizni, niyatingizni, aqlingizni har ikkalasi kuzatib turing. Qalb tavba bilan tozalanadi. Niyat taqvodorlik bilan tuziladi. Haqiqiy tavbadan va ixlos bilan bo'lgan taqvodorlikdan keyin til hikmat bilan zinnatlanadi. Aql o'tkirlik bilan, harakat yaxshiliklar bilan mukofotlanadi.